O'sha kecha eshik g'ichirlab ochilganda bizning jannat deb o'ylagan dunyoyimiz bir soniyada do'zaxga aylandi. Qaynonamning ko'zlaridagi o'sha ifodani, nafrat, jirkanish va tushunarsiz alamni men o'lgunimcha unutmayman. Qaynotam va qaynog'am. Ikkisi ham menga eng yaqin insonlar edi. Lekin endi biz hammamiz bir kemada cho'kayotgan edik. Bu ehtiros hikoyasi emas, bu yolg'izlikdan qochib, sharmandalik quchog'iga tushgan ayolning fojiasi. Hayotimda bu qadar g'ayrioddiy va aql bovar qilmas voqea yuz berishini tasavvur ham qilmagan edim. Men oddiy ayol edim. Sevimli erim bor edi, tinchgina oilam bor edi. Lekin taqdirning beshafqat o'yini meni bir kunda beva qoldirdi. Turmush o'rtog'imning vafotidan so'ng men tirik murdaga aylandim. Yolg'izlik. Bu so'zning naqadar og'irligini faqat boshidan o'tkazganlar biladi. Sovuq kechalarda devorlarga qarab, o'z hislarim, o'z ehtiyojlarim va ichetimni kemirayotgan bo'shliq bilan kurashib yashardim. Har tong uyg'onganimda, bugun yana bir ma'nosiz kun deb o'ylardim. Qaynotam va qaynonam bilan bir hovlida qolgandim. Qaynog'am ham biz bilan edi. Ular menga g'amxo'rlik qilishardi, lekin bu g'amxo'rlikda qandaydir rasmiyatchilik bor edi. Lekin vaqt o'tishi bilan hamma narsa o'zgara boshladi. Bir kuni kechki payt hovlida qaynotam bilan yolg'iz qoldik. U kishi menga choy uzatayotib ko'zlarimga qaradi. U har doimgidek jiddiy va vazmin ko'rinsa-da, nigohlarida allaqanday issiqlik, yashirin bir uchqun borligini sezdim. Bu otalarcha mehrmidi yoki boshqa narsami, tushunolmadim. Lekin o'sha qarash ko'nglimni titratib yubordi. Muzlab yotgan qalbimda kichkina cho'g' paydo bo'lgandek bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay qaynog'am, erimning ukasi ham o'zgarib qoldi. U mendan ko'z uzmaydigan, har bir harakatimni kuzatadigan bo'ldi. Men hovlini supurayotganimda, kir yuvayotganimda uning nigohini o'zimda his qilardim. Bu nigohlar, ular meni yechintirardilar, ular meni ayol sifatida his qilishga majbur qilardilar. Ularning har ikkisi, qaynotam va qaynog'am, menga shunchaki kelin kabi emas, balki mehrga tashna, himoyaga muhtoj va ayni paytda jozibali ayol kabi munosabatda bo'la boshlashdi. Mening uxlab yotgan ayollik tuyg'ularim sekinasta uyg'ona boshladi. Bir kecha uy jimjit edi. Tashqarida shamol uvillaydi, ichkarida esa faqat yuragimning dukillashi eshitiladi. Qaynonam uxlab qolgan edi. Men oshxonada suv ichgani chiqqandim. To'satdan qaynotam yonimga keldi. Uning qadam tovushlari deyarli eshitilmadi. U juda yaqin turardi. Uning nafasini sezardim. U qo'limni asta ushladi. Uning qo'llari dag'al, lekin issiq edi. "Sen yolg'iz qizsan, qizim", dedi u past ovozda, deyarli pichirlab. "Men seni baxtli qilmoqchiman. Sening ko'zlaringdagi g'amni ko'tara olmayapman." Nafasim qisilib ketdi. "Dada", demoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmadi. Ko'nglimda g'alati, tushuniksiz, lekin kuchli bir ehtiros uyg'ondi. Bu noto'g'ri edi, bu gunoh edi, lekin men shunchalar yolg'iz edimki. U meni bag'riga oldi. Qo'llari tanamni silab, asta lablarimga yaqinlashdi. Men qarshilik qilmadim. O'sha kecha men qaynotamning mehriga, ehtirosiga taslim bo'ldim. Oradan kunlar o'tdi. Bu sir bizning o'rtamizda qoldi. Lekin baloning ikkinchisi ham eshik qoqayotgan edi. Qaynog'am. U yosh, kuchga to'lgan yigit. U ham ko'nglidagini yashira olmadi. Bir kuni u meni hovlida, uzum so'risi tagida yolg'iz ko'rib qoldi. Asta orqamdan kelib, belimdan quchoqladi. Men cho'chib tushdim, lekin qochmadim. Qulog'imga issiq nafasi bilan pichirladi. "Sen doim mening orzum bo'lgansan, yanga. Akam tirikligida senga qaray olmasdim, lekin endi chidolmayman." Uning kuchli qo'llari, yoshlik g'ayrati ufurib turgan tanasi, ehtirosli lablari meni butunlay zabt etdi. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Shunday qilib, men hayotda hech kutmagan, tushimga ham kirmagan tarzda ikkala erkakning, qaynotam va qaynog'amning xotiniga aylandim. Bu g'alati, qo'rqinchli, lekin ayni paytda shirin va mast qiluvchi hayot edi.
Har biri menga alohida olamni hadya etardi. Qaynotam tajribali vazmin, meni ardoqlaydigan, xavfsizlik hissini beradigan erkak edi. U bilan men o'zimni kichkina qizaloqdek himoyalangandek his qilardim. Qaynog'am esa olov, to'fon, jilovlab bo'lmas ehtiros edi. U bilan men o'zimni haqiqiy, jozibali va kerakli ayoldek his qilardim. Kechalari birining iliq bag'rida tong ottirsam, boshqasining ehtirosli quchog'ida uyg'onardim. Men o'zimni go'yo sevgi va ehtiros dengizida suzayotgandek his qilardim. Vijdonim. U ba'zan uyg'onardi, lekin ehtiros uni yana uxlatib qo'yardi. O'sha tun eng esda qolarli va eng fojiali tun edi. Odatdagidek qaynotam va qaynog'am bilan bir xonada edik. Ha, biz shunday darajaga yetgandik. Uyqudagi vijdon va uyg'oq ehtiros. Biz har qanday andishani, har qanday chegarani unutgan holda, faqat lazzat, ehtiros va bir-birimizga bo'lgan chanqoqlik olamida suzib yurardik. Qaynotamning pishqirgan nafaslari, qaynog'amning kuchli qo'llari. Men o'zimni dunyoning markazida eng sevimli ayolidek his qilardim. Biz mast edik. Gunohdan mast edik. Shu payt hech kutmagan holda eshik g'ijirlab ochildi. Zulmatga yorug'lik tushdi. Va bu yorug'likda ostonada turgan qaynonamning sharpasi ko'rindi. U kechasi uyqusi qochib, suv ichgani chiqqanmi yoki nimadir sezib qolganmi, bilmayman. Lekin u ko'rdi. Hamma narsani. Yalang'och tanalar, ehtiros bilan quchoqlashgan uchta badan. O'zining eri, o'zining o'g'li va o'zining kelini. Qaynonam bir necha soniya qotib qoldi. Ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. Lablari titradi, lekin ovozi chiqmadi. Nafas ololmay qoldi. Biz ham toshdek qotdik. Vaqt to'xtab qoldi. Bu nima, dedi u nihoyat. Ovozi bo'g'iq, xirillagan va cheksiz g'azabga to'la edi. Sizlar nima qilyapsizlar? Qaynotam. U o'zini yo'qotmadi. Balki shok holatida bo'lgandir. U o'rnidan turib, sokin, lekin dahshatli ovozda javob qaytardi. Biz sen bilmagan, sen tushunmagan ehtiros va muhabbat olamida yashayapmiz. Bu gunoh emas. Bu bizning tuyg'ularimiz. Bu gaplar olovga moy sepgandek bo'ldi. Qaynonam yig'lab yubordi. Uning ko'zlarida g'azab, nafrat, jirkanish va tushunarsiz alam aralashib ketgandi. U bir zum jim qoldi. Bizga so'nggi marta xuddi iflos maxluqlarga qaragandek qaradi-da, orqasiga burilib chiqib ketdi. O'sha kechadan keyin biz yana davom ettirdik deb o'ylarsiz. Yo'q. O'sha kecha bizning jannatimizning so'nggi kechasi bo'ldi. Garchi biz o'zimizni oqlashga urinsak ham, ich-ichimizdan bilardik, bu oxiri edi. Oradan kunlar o'tdi. Biz uyda bir-birimizga ko'zimiz tushmasligiga harakat qildik. Qaynonam jim yurdi. Bu sukunat bo'ron oldidagi sukunat ekan. Bir kuni u qishloqdagi barcha qarindosh-urug', qo'ni-qo'shnilar va mahalla oqsoqollarini yig'di. Hovlimiz odamga to'ldi. Men nima bo'layotganini tushunmadim. Qaynonam o'rtaga chiqdi va hamma narsani, bor haqiqatni ochiq-oydin aytib berdi. Mana bu kelin mening o'g'limning bevasi. Lekin ko'zingiz bilan ko'rib turing. U mening erim va o'g'lim bilan bir to'shakda yotgan. Ular gunoh yo'liga kirgan. Bu uyni harom qilishdi, deb baqirdi. Butun qishloq dong qotdi. Hammaning qulog'iga bu gap chaqmoqdek urildi. Shu paytgacha yashirin saqlangan sir endi hammaning og'zida edi. Odamlarning nigohidagi nafratni ko'rish bu o'limdan ham og'ir edi. Qaynotam va qaynog'am boshlarini egib yerga qarab turishardi. Ular ham sindi. Ularning izzati, obro'si bir pul bo'ldi. Meni esa qo'rquv, uyat va cheksiz pushaymonlik kemirardi. O'sha kundan boshlab hayotim butkul parokanda bo'ldi. Men bu uydan, bu qishloqdan haydaldim. Ota-onamning yuziga oyoq qo'ydim. Do'stlarim yuz o'girdi. Qaynotam va qaynog'am ham el-yurt oldida bosh ko'tara olmay qoldi. Oilamiz barbod bo'ldi.
Ehtiros va sevgi bilan boshlangan bu yashirin hayot oxir-oqibat mening erkinligimni, baxtimni va insoniy qiyofamni qo'ldan oldi. Endi men yolg'izman. Peshonamda sharmanda degan tamg'a bilan yashayapman. Hayot shunday ekan. Ba'zan bir lahzalik lazzat va ehtiros ortidan kelgan sinov butun umringizni kulga aylantirishi mumkin. Men bilgan yagona haqiqat shu bo'ldi. Ehtiros vaqtinchalik mehmon. Ammo uning oqibati butun umrga ham xona bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Momoni hikoyalari kanalida qoling. Xulosa o'zingizdan. Xayr.